Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana shu Cobalt avtomobilini temperaturasini baland yurish muammosi, 98, 100, 105 gacha chiqish muammosi. Bunda asosiy sabablardan biri relay ventilyator bir miya kompyuter qo'shgani bilan mana shu chig'anoqning hisobiga, chig'anoq ishlamay qolgani hisobiga birinchi palijini qo'shmay qo'yadi. Qachonki 100 dan o'tib, 98 dan o'tib, 100 ga borib, 100 dan ham o'tgandan keyin ventilyator 2 komanda beradi. Undan keyin ishlaydigan bo'ladi. Buni asosiy sababi mana shu chig'anoqdan. Mana shu chig'anoqni almashtirsa, xudo xohlasa, hammasi bartaraf bo'ladi. Buni bilishning oson yo'li diagnostika qildirib, diagnostikada ventilyator bir nechida ishlayapti, o'shani tekshirtirsa, o'shanda ma'lum bo'ladi. O'shanda mashinam gradusi past yurib, xudo xohlasa, hamma ishlar chiroyli bo'ladi. Hamma narsaga ventilyator birding ishlamasligiga sabab mana shu chig'anoq Cobalt avtomobillarda. Mana shu chig'anoq ishlab tursa, xudo xohlasa, graduslaringiz 82, 85, 90, ja bo'lsa 95 gacha ishlab turadi. Xudo xohlasa.